2023-yilning yanvar oyida Messi jahon chempioni bo'lgandan keyin u bilan munosabatimiz yaxshi bo'lgani sababli u bilan gaplashib turardik va u Barselonaga qaytishni istayotganini aytdi. Men ham buni xohladim va fevral-mart oyigacha u bilan bu haqida gaplashdik. Va men unga bo'ldi, agar menga roziman deb aytadigan bo'lsang, men bu haqida prezidentga xabar beraman, chunki Leoning darajasi bo'yicha menda hech qanday shubha yo'q edi. Va shundan keyin klub prezidentiga Messi qaytishni istayotganini aytdim va u Leoning otasi bilan muzokaralarni boshladi. Shunday qilib, shartnoma tayyor, shartnomani La Ligadan ro'yxatdan o'tkazishga ruxsat bor. Lekin oxir-oqibat Laporta hammasini bekor qildi. U yana yolg'on gapirishni boshladi. Men Leoga telefon qildim, u javob bermadi. Chunki boshqa tarafdan unga qaytishning imkoni yo'qligi aytilgan. Men uning otasiga telefon qilib, "Xorxe, bu gaplarning bo'lishi mumkin emas" dedim. U menga Laporta bilan gaplashishim kerakligini aytdi va prezident menga Messi bilan shartnoma imzolamasligini xabar berdi. Men unga 5 oy davomida Leo bilan gaplashib kelayotganimizni, hamma narsa tayyor ekanligini tushuntirdim. Futbol taraflama muammo yo'qligini, moliyaviy tarafdan esa manjurikda o'ynashimizni men unga aytdim. Leo xuddi Jordan kabi o'zining so'nggi raqsini o'tkazishni istagandim. Bu uchun hamma narsa tayyor edi va prezident menga Leoning qaytishining imkoni yo'qligini, agar u qaytadigan bo'lsa, ziddiyatlar boshlanib ketishini aytdi. Bunga ruxsat bera olmayman dedi. Bu haqiqat. Vaziyat shunday bo'lgan. Yolg'on gapirishimdan foyda yo'q, chunki misol uchun menda Barselonaga qaytish uchun xohish yo'q. Shu sababli mening ishim shunchaki haqiqatni aytish. Leoning Barselonaga qaytmaganiga asosiy sabab buni prezident istamadi. La Liga istamadi yoki Messining otasi ko'proq pul so'radi degan gaplar bu shunchaki yolg'on. Bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu yolg'on. Ya'ni Laporta va uning atrofidagi insonlar yo'q, biz uning qaytishiga ruxsat bera olmaymiz deyshti. Barcha kuch Laportada va Messi klubga qaytadigan bo'lsa, mana shu kuch bo'linishga to'g'ri keladi. Bu esa ular o'rtasidagi urushga sabab bo'ladi, bu uning og'zidan chiqqan gaplar. Shu sababli Leo bilan bizning munosabatlarimiz ham buzildi. Hozir gaplashib turamiz, hammasi joyida, lekin o'sha paytda Leo klubga qayta olmasligida mening ham aybim bor deb o'ylagan ekan. U meni aldadi deb o'ylagan. To'g'risi, men o'sha paytda uning klubga qaytishini juda istagandim. Hattoki hozir ham agar u qaytadigan bo'lsa, jamoaga gollar bilan, paslar bilan yordam bera oladi deb o'ylayman. Hozir ham yaxshi darajada, albatta. Bunga hech qanday shubha yo'q. U mundialda o'ynaydi. U mundialda ishtirok etadi. Argentina safida. Men agar u klubga qaytadigan bo'lsa, ajoyib darajada o'yin ko'rsatishiga shubha qilmaganman. Har holda uning istagi shunday bo'lgan. Meniki ham.